Assalomu alaykum qadrdonlarim, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Qadrdonlarim, o'zingizga uy-joy izlab yurgan bo'lsangiz, bugun biz Samg'ari Gulobod degan joydamiz. 12 sotix hovli uy sotiladi qadrdonlarim. Bu videoni samg'arlik aka-ukalarga hammasiga bo'lishib, podelitsa qilib qo'ysanglar, o'ziga uy izlab yurgan bo'lsa, albatta mana ma'qul qilsa, mana shu xonadon sotiladi qadrdonlar. Hozir hammasini ko'rsatib beraman. 6 ta xona, remont bilan remontsiz joylari bor qadrdonlar. 12 sotix hovlisi. Hozir hammasini sizlarga bo'lib podrobno ko'rsatib beraman. Qadrdonlar, mana bo'lib podrobno tushuntirib berish uchun asfalt yo'l. Mana bu tarafda maktablari ham yaqin ekan. Mana shu mashina turgan hovli uy sotiladi qadrdonlar. Ostanovkasi ham yaqin. Mana shu yo'lda marshrutka o'tib turadi. Ostanovkasi ham mana shida ekan. Короче, bo'lib podrobno hozir yana sekin uyni ham ko'rsataman qadrdonlar. Ostanovka, maktab yaqin, katta yo'l ham yaqin ekan. Hozir ichkaridan ko'ramiz. Mana bag'i bozor bo'ladi qadrdonlarim. Bu uyga mana shu shanba kuni bozor bo'lar ekan. Bu uyga mana shu bozor ham yaqin. Mana qadrdonlarim, uy ham qo'shni ol deydi. Qo'shnilari ham juda ham bir-biriga mehribon. Mana shu uy sotiladi. To'g'risini aytsam, 10 yildan ko'proq o'sha vaqt o'tibdi, hech kim yashamas ekan qadrdonlar. Mana shu mahalla, mana katta yo'l. Ana endi ichkaridan ko'ramiz qadrdonlar. Sekin shoshilmaymiz. Kirganimizda mana xudo xohlasa, mana shag'i hovlisi bo'ladi. 12 sotix. Ozgina qarovsiz, chunki hech kim yashamagan qadrdonlar. Unga ahamiyat bermaysizlar. Tak, mana shag'i yeri bo'ladi, hovlisi bo'ladi. Mana bu uy bo'ladi qadrdonlar. Hozir mana sekin uy ichlaridan ham ko'rib boramiz. Sizlar ham ko'rib boringlar. Men qo'ldan kelgancha imkon qadar sizlarga polностью ko'rsatib berishga harakat qilaman. Tak. Keling, mana shu xonadan boshlaymiz. Mana kirganimizda. Tak, qarang, kirganimizda badamandagi joyi bor. Mana bu xona bor mana. Tak. Mana bu oynalarni yopib qo'ygan, qadrdonlar, oynalarni yopib qo'ygan, hech kim yashamasligi sababli yopib qo'ygan. Tak, bu xonamizga keladigan bo'lsak, где-то 4 ga 3 desak ham bo'ladi. 4 ga 3 katta xona. Mana bu yerda yana xonasi bor. Ba'da egalarining yuklari turibdi. Xudo xolasa, savdoyingiz kelish bo'lsa, bular olib chiqib ketishadi. Bu ham katta xona ekan. Oynalarga e'tibor berasizlar, yopib qo'yganda hozir yorug' tushib tursin deb ochib qo'ydim ozgina. Tak, bu xonamiz ham 7 metrgami, 6 metrgami, 4 metr. Mana shunaqa. Hozir bu tarafdan ham ko'rsataman. Mana bu tarafdan ham bir ko'rib qo'yasiz. Endi boshqa xonasiga o'tamiz. Tak, endi bu tarafga kiramiz. Bu tarafga kirganingizda mana koridorcha. Mana bu xonamiz. Tak, bu xonamiz hozir aytaman 3,5 metrgami, 3 metrga 5-6 metr kattaligi. 2 ta oynasi bor. Mana shunaqa qadrdonlar, hozir bu tarafdan ham ko'rsataman. Sizlarga harakat qilaman hamma tarafdan ko'rsatib berishga. Mana bu tarafdan mana. Qolaversa yana bitta xonasi bor, uni ham ko'rsataman. Agar videomda biror bir kamchilik bo'lsa, uzr qadrdonlar. Sekin-sekin kamchilikni to'g'rilab boramiz. Mana bu xonaga ham kiramiz. Bu xona lekin ancha uzun ekan, 9 metrga 4 metrda, shunaqa shu atrofida. Tak, oynalariga e'tibor bermaysizlar. Men o'zim hozir ochib qo'ydim, ozgina yorug' tushib tursin deb hozir. Endi bu tarafdan ham ko'rsataman. Mana bir marta ko'rib qo'yasizlar. Agar kimga ma'qul bo'lsa, mana telefon nomer qoldirg'izib qo'yaman. Shu nomerga telefon qilsanglar qadrdonlar, to'g'ridan to'g'ri egasini o'ziga tushasizlar. Menga emas, egasiga telefon qilasiz, egasi bilan savdo qilasiz. Meni vazifam sizlarga ko'rsatib berish. Tak, mana bu xonada
Remont yo'q. Kim olsa xudo xolasa remont qilib olishadi. Mana. Tak, hozir aytaman. 1 2 3 4 metrga 5-6 metr chiqadi mana shu xonasi. Katta xona. Hech kim yashamaganligi sababli shunaqa bo'lib haligi bo'lib turibdi qadrdonlar. Qo'ni qo'shnilar qarab turishadi. Shu. Tak, mana bu yoqda ham mana shunaqa xonasi bor mana katta. Remont shkaturkalari yo'q lekin. Shkaturka qilinmagan, hech narsa qilinmagan. Yana o'tsak, endi xudo xolasa mana bu tarafda oshxona bo'lgan, hech kim yashamagan sababli shunaqa ahvolda turibdi qadrdonlar. Mana bu da oshxonasi bo'lgan. Oshxonasi ham 4 metrga 5 metr atrofida chiqadi. Ana shunaqa hovlisini ko'rsatdim qadrdonlar. Agar olmoqchi bo'lsangiz, mana telefon nomer qoldirib qo'ydim. Agar sotildi deb yozib qo'ygan bo'lsak, demak bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, sotilgan bo'lishi mumkin. Agar telefon nomeri bo'lmasa, значит bemalol telefon qilib egasiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Narx-navosini ham qadrdonlar egasi telefonda kelishamiz. Kim olmoqchi bo'lsa telefon qilsin, telefonda gaplashamiz dedi. Mayli dedim. Biz faqat nomer qo'yib berishga qaror qildik. Samg'arlik aka-ukalar, bir-birimizga bee'tibor bo'lmaymiz, bir-birimizga jo'natib qo'yamiz. Чтобы hamma bilsin. Uy olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, mana sizlarga uy. Qadrdonlarim, bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Like, podpiskani bosib qo'yasiz. Samg'arlik aka-ukalar, bir-birimizga jo'natib qo'yamiz. Qadrdonlarim, xudo xolasa, keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha